Sotuvga Zeekr 001 eng fuloviy U pozitsiyasini olib kelib qo'ydik. Ikkita motor, bir remont ta'limotli sistema, katta chiroyli diskalada, pnevma diskalari bor. Ikkita motor aytdim, 789 ta ot kuchi, 3 sekund 0 dan 100 gacha va meshiklari va bunaqa bundoq qilsanglar ochiladigan, o'zi yopiladiganlar. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, mashinamiz qoraga nima deydi, mokriymi, seriy salon. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, panoramalari gazoviy, hidablari bor, abagrev, abduf, massaj, hamma funksiyalari bor. Xullas, Zeekrni ortiqcha ta'riflamayman, men ko'zib qaranglar, chiroyliligini. Sotuvda hozir bitta dona qorasi bor. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, mashinamizni 51900 mida 51900 dollarga xarid qilsanglar bo'ladi. Kelib ko'rib haydab, bitta dona qolgan qora mashinani Zeekr 001 ni baraka qilib yuborsanglar bo'ladi. Bosinglar, foydalaninglar. Oqini o'tgan kuni sotdik, qorani oxirgilardan bittasi. Xullas o'rtoqlar, bu oxirgi U pozitsiyada. Bundan keyin yana bitta restyling bo'ldi, lekin uni narxi 63-64 ming dollar atrofida. Shuning uchun hozir olinglar. 51900, 53,5 ham sotganmiz shu mashinani. 53,5 ham sotganmiz. Podpischiklarim orasida olganlar ham bo'lishi mumkin. Shuning uchun narxi yaxshi berayotganimizda foydalanib olinglar.